Ma'ruf Jalil shoir va yozuvchi. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining Hamid Olimjon nomidagi yillik mukofotiga Orol muammolari haqidagi publitsistik maqolalari uchun O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining mukofotiga sazovor bo'lgan. Ma'ruf Jalil 1936-yil 10-oktyabr kuni Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidagi Payshanba qo'rg'onida tug'ilgan. Zarafshon daryosi ikki qirg'oqqa bo'lingan. Shimoliy qirg'og'ida Oqdaryo, janubida esa Qoradaryo deb nomlangan. Ushbu daryolar oralig'ida Payshanba qo'rg'oni joylashgan. Bu joylarning tabiati juda go'zal va unumlidir. Ma'rufning otasi Ergash Jalilov savodli, sodda inson bo'lib, kitob o'qishni yaxshi ko'rgan, o'zbek ertaklari va mumtoz adabiyotshunavandasi bo'lgan. Ma'ruf 8-sinfda o'qigan kezlari uning Orzu nomli ilk she'ri chop etiladi. Tahsil olgach u Toshkentga keladi va Yozuvchilar uyushmasi tahririyatiga o'quvchi bo'lib ishga kiradi. Uning she'r va maqolalari tez-tez nashrdan chiqadi. Shundan so'ng Ma'ruf Jalil nashriyot va tahririyatlarda ishlaydi. Shuningdek, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasida faoliyat yuritadi. Biron-ketin she'riy to'plamlari chop etiladi. Men sizni sevardim, rahmat odamlar, seni o'ylab, notanish yo'llar, qo'shiq ishtiyoqi, men suv ichgan daryolar, parizodim, dunyoni izlar shamol, baxtimga sen borsan va publitsistik maqolalari Bunyodkor qalb, Orol madad so'raydi. Uning she'rlari jimjimasiz va balandparvozsiz. Ular oddiy va samimiy, tabiiy, sokin daryolardek chuqur, pur ma'noligi bilan qadrlidir. Ma'ruf Jalil 2004-yil vafot etgan.